Mashaalloh, shunchaki yor vorishibdi. Nazarbek atrofidan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi-ku akalar. Nazarbek Pushkinda joylashgan. Katta yo'ldan 400 metr, Xavasdan 1 kilometr masofada joylashgan bo'pti. Umumiy 3 sotkha yer maydoniga joylashgan, tayyor Patkulch Yevro remont 6 xona, umumiy maydoni 450 kvadrat. O'zini mansarda qismiga ega akalar. Fasadiga o'zinglar bitta like bosib qo'yinglar. Asosiy kirish qismidan boshlab tushuntirib beraman. Darvozaxonadan kirovishga ko'ryapsizlar, 5-6 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yerda o'zini letniy kuxnyasini ham ko'rishingiz mumkin. Mehmonlar uchun umumiy sanuzel joylashgan bo'lsa, kichkinagina ziloniy zona, podvalga tushish xodlari. Narxini ham oldindan aytib o'tib ketaman. Egalari 180 ming dollar so'rashyaptilar. Albatta, naqd pul bilan kelsanglar ketiladigan joylar bor. Batafsil video davomida har tarafdan ko'radigan bo'lsak, kiraverish shunaqa uzun hol, xonalar ketma-ket joylashgan. Bitta xonalarni ko'rsatib beraman. Bu yerda bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. O'zini har bitta xonani o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yerda ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Komplekt holatda, polностью mebel, texnika jihozlari bilan. Bu yoq tomondan ko'radigan bo'lsak, bitta katta yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Orqa hovliga chiqish xodlarini ham ko'rishingiz mumkin. Umumiy sanuzel binoyimizdagi polностью seli podval. Podvallarigacha remont qilib qo'yishgan. Uzun hol xonalar ketma-ket joylashgan, ko'ryapsizlarmi? Alohida xonalarga bo'lib qo'yishgan. Ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, chiqqanini shunaqa katta hol xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Umumiy hisobda 4 ta yotoqxona joylashgan bo'pti. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Shunchaki yor vorishibdi. Har bitta xonaga e'tibor beringlar. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yerda umumiy sanuzelni ko'rishimiz mumkin va bu yerda bitta bolalar uchun yotoqxona yoki oilaviy dam olish xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zini sanuzeli bilan birga joylashgan va uni ichkarisida katta yotoqxonasini ham ko'rishimiz mumkin. Xohlasanglar zal mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Xonadonimizning terasa qismini ko'ringlar-da.